Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, hammanglarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Bugungi Sharq Turkiston Ulusal Manfaat Markazimizning programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Amerika prezidenti Trumpningki Xitoy ziyorati va Rossiya prezidenti Putinninki Xitoy ziyoratiga shundaqla nima Xitoy bilan nimaningki Yaponiyaning hozirgi diplomatik munosabatlar qator bir analiz qilish uchun markazimizda Nijat Turg'un apandimni bu qatimliq programmaga taklif qildik. Nijat Turg'un apandim, bugungi programmaga xush keldingiz. Rahmet, hoş bulduk. Unda bo'lsa, programmamizga kirib ketsak, bir necha savol oldin tayyorlab qo'ygan sizga. Birinchisi, shu oldingi haftada Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaningki 30 necha kishidan tarkib topgan bir umiki bilan Xitoy ziyoratda bo'ldi. Sizce bu Amerika prezidentininki bu Xitoydagi shu 10 yildan buyon tunji qatim ziyorati bo'ladi. Sizce shu Amerika taraf bu ziyorat orqali nimaga erishmoqchi? Altıda iki tarafınki münasebeti köp taraflılıkni öz içine alan naiti mürekkep bir münasebet, naiti 600 milyar dolardan artıq bir ticaret münasebeti. Gerçi bunun da bir tamponsuzluk bolsun, yani Xitaycıq satıdığan, Amerika azırıq satıdığan. Amerika Trump hakimiyetke çıqqandan tartib bu tamponsuzlukni, ticaret tamponsuzlukni oңuşashqa tirishib keldi. Belgilik derecede Amerika'nın mahsulotlarini algan bolsunmu, ama yine Amerika ko'zlagan maqsadga bir tampon ticaret nimasiga yetemedi hozirga qadarcha. Bu Trump'ninki izchil tuzashga tirishgan maqsadlarninki birisi. Hamda buningdan boshqa nurg'un sohalar var. Masalan, texnologiyalik sohalarimiz, xavfsizlik sohasi deymiz, Tayvan masalasi deymiz, olam bo'shliqidagi masala istiqbol. Nurg'un sohalarda bularning nimasi var, kuch talashayotgan, raqiblik talashayotgan nima. Endi bu yerda asli bularning munosabati qarasak bir tusididis tuzqiga o'xshash bu yerda bugungi dunyodagi endi garchi Amerika ojizlayotgan bo'lsinmi, yenilamki askariy, siyosiy, iqtisodiy jihatda Amerika yenilam eng kuchli davlat. Endi dunyoga hukmdorlik kuchi eng kuchli, ta'sir kuchi kuchli. Ama Xitoy endi meydan o'qiyotgan, yuksalayotgan bir kuch bo'lish sifati bilan ikkisining o'rtasida bir tirkishish paydo bo'lishi bu tabiiy, bu xalqaro munosabatdagi davlatlarning o'rtasidagi bu bildirgan reaksiya bu shu shaklda bo'ladi endi ikkisininki narsa. Bu kimning kitobida qarasak, 14 qitimliq nimani yozgan, 16 qitimliq 500 yildagi bu kuch tamponliq nimasini yozgandimi, 12 qitimda jidal bo'lug'liq, 4 qitimda tinchlik bilan o'tib ketaylik endi. 12 qitimliq jidalda endi bo'lug'liq demasdan. Endi bu yerdagi narsa bu ikkisining munosabatida hozirgi ikki tarafninki tutayotgan pozitsiyasi, liderlarninki so'zlagan so'zi, davlat xodimlarining deyotgan narsadan qaragan chog'da birli so'zga yig'incha qilsak, ikkili taraf muqimlikni xohlaydi, ya'ni stabilityni-chu. Yani issiq urushga kirib ketmay, raqiblik munosabatini davom qilgan holatda ko'p o'xshamagan sohalarda tijoratdan davom qilsa, ammo o'tirsida muqimlik bo'lsa, ammo talashadigan manfaatlar, talashadigan nimalarni davomli talashib tursa, toki ikki taraf bir-birini yengib, yangi bir tartibni o'rnatishlikdagichu. Buni nishon qilg'iliq. Buni haqida nurg'unlagan narsalar va kuch ko'rsatishlar bo'ldi, masalan, nurg'un narsalar. Buni e'lon qilamiz endi. Bu qatim prezident Trump bilan Xitoy raisi Shi o'rtasida qaysi masala o'tirib qo'yildi va qaysi turlar bo'yicha ikkisi o'rtasida bir kelishimlar hosil qilindi? Kelishimlerning asıl qilgan bek cho'ng dag'dug'liq bir kelishimlar bo'lmadi. Yani Trump gerçi o'zininki yana savdo ahdlarini apagan bo'lsa-mu, bu yerda cho'ng bir kelishimni imzolagan narsa ham savdo kelishimlarini imzolaydigan tarafga Xitoy taraf belki bek ijobiy shaklda o'zi aşmadi. Masalan, ularning qarshi tarafida bo'lgan Xitoyning cho'ng xalqaro cho'ng shirkatlari vardı. Ulan əkamidi məsələn uçuruşqa. Bunun da Xitayının bir özünün küçünü namayan qılıbatqan mı nəsi o məsələn Trump'dan əkəgən küç göstərmişsin məsələn. Endi bulungan bəzi ticaret nəsiri var. Amerika'nınki bıçaq nemisini eliş, anandaki aeroplan nemisini eliş dikendiki. Bu zaten o ticaretçilerin əkamisi mi bu ticaret buluduğan meseleti. Endi bu yerdə ticaretten bakarak Trump'ınki bu jeopolitik aletdeki bir kuch ko'rsatish nimasi, bu yerdagi munosabatlarni
bek yirişilişip ıssıq uruşqa kirib ketmeslikning oldini olishning bir diplomatik bir ziyoratning bo'lishini asos maqsad qilingandek turdi bu yerda-chu, garchi tijoratchilarni bil apagan bo'lsin. Ya'ni ikki taraf agarda bir issiq urushga kirib ketgandek bo'lsa, bu butun dunyo urushi portlab ketgan gap. Ammo ikkili taraf bunda bir urushga Xitoy tarafmi tayyor emas, Amerika tarafmi tayyor emas deb turdi. Shu amalva to'qinishlarni azaytib kelishalaydigan narsani davom qilgan ostida o'zining raqobatini davom qilishni maqsad qilgandek turdi bu yerda-chu munosabatlarda. Bu qatamliq Trump ziyoratidan burun shu Xitoyninki 10 necha şirketiga embargo qo'ydi. Asosliq sababi shu Ironga bo'lgan embargoga pisand qilmay bular Ironning shirkatlari bilan savdo qilganligi uchun. Bu qatamliq ikkisiniki ko'rishida bu embargoninki ta'siri bo'ldimi? Endi embargo masalasini buni cho'ng davlatlar bo'libmi Amerika va Yevropa ittifoqi bu narsani ishiltidi buni siyosiy kuch shaklida. Ammo natija e'tibori bilan qarasak embargoning bekchiq roli bo'lmaydi. Masalan, Ironga shuncha uzun yildan beri embargo qo'yyotdi, ammo Ironning iqtisodi ojizladi, taraqqiyoti ostildi. Ammo o'zlari ko'zlagan maqsadga olib borolmadi. Bugun Rossiyaga 2014dan keyin 22dan keyin texnik ajoyib cho'ng embargoni yurgizdi degan yerga olib borolmadi masalan-chu. Ya'ni bu embargolar qo'yilgan bo'lsa-mu, davlatga azroq ziyon bergan bo'lsa-mu, degan maqsadga yetishi notayin masalan. Ya'ni asli taktika bunda bo'lmaslik kerak dedi Amerikadagi bir davlatning. Ammo bu nazariy narsaga bu narsaga ishlanilish bilan buni hal qilib ketgan olmaydiganligini ko'rdik masalan. Endi masala bundaq Irondagi mustabid hokimiyatlar bular bunda embargodan texmi kuchlanib chiqadi-chu masalada. Chunki bular xalqini bir nim bilan kontrol qila oladi, yig'a oladi. Tezlikda taqobil qo'zg'ab, taqobil tura oladi-chu bunday masalaga. Agar unda bo'lmasa, bu chaqchi Iron 30 necha yildan buyon qilib embargoning ta'siriga eg'ir uchrab vayron bo'ladi masalan-chu. Şuna gerçi meningcha Trump'dan bu yerda qilgani bir simvol xarakterlik o'zining kuchini namoyon qilish. İran urushida biz nim qildik, Ironga yordam berganlarni jazolaymiz, u bu deb shuni ko'z qilishga mening bunday kuchim bor deb. Chunki Amerikada o'ttiri nima saylan bo'ladi bu oldimizgi 9-oyda masalan. O'zining xalqini rozi qilish kerak, o'zini Irondan Iron bilan bo'lgan urushdan g'alabalik chiqqandek ko'z tutish kerak endi. Onun için de Xitay yardım berdi, Xitay şunu emradın, nim qildi, u bu deb biz Xitayni jazoladik, Ironni tiz keltirdik degan ma'vu bir siyosiy nimani o'yinni hozirlash orqali o'zining Amerikada kuchli ekanligini Trump yuzga bek amroq buning xarakterida, kishli xarakterida. Ashni qilgan shaklda qilgandek turdi buning uchun. Bu Xitoymi bu narsaga jiq pisand qilib ketmaydi masalan-chu. Bu qatimliq ziyoratdan burun Amerika hukumati Tayvanga setib bermoqchi bo'lgan qurol yaroqni bu setishni to'xtatib qo'ydi. Hamda bu ziyorat jarayonida Trump shu Tayvan masalasida o'zining ko'z qarashini ifodalagan bo'ldi. Ham buningki Tayvanniki bexatarligi shundoqla shu Amerikaningki ittifoqdoshlari bo'lgan shu rayondagi davlatlarningki kelgusi bexatarligiga bo'lgan ta'siri ham bu qatimliq bu qurol yaroq setib berishni to'xtatib qo'yish va Tayvan masalasida o'zininki ko'z qarashini ifodalashi qanday bir mush rayonga ta'sir ko'rsatdi? Hem Tayvan ikkili taraf uchun muhim bo'lgan bir o'rin, Xitoy uchunmi dengizga, okeanga ichilish uchun bu Tayvan bo'g'izini ilishki, Tayvan orolini ilish kerak. Bu chog'i Xitoy Sharq Osiyoga, Sharq Janubiy Osiyoga hukmron bo'lgan bir kuch bo'la oladi. Rayonga hukm bo'lmagandan keyin dunyogami hukmron bo'ladigan bir hegemonik kuch bo'la oladi. Ama Tayvan asan loqma emas, asan yigil bo'ldigan. Amerika taraf uchunmi aytgan chog'da o'ziniki Sharq Osiyo va Sharq Janubiy Osiyodagi kuchini saqlab qolaman deydi ekan, bu Tayvanda atrofidagi yerda bu yerdagi hokimiyatini, kuchini, ta'sirini yo'qotmasligi kerak. Endi masala bu yerda ikkili taraf buni olaman, ikkili taraf berishni xohlamaydi, Xitoy ilishni xohlaydi. Bunda ahvol ostida bundan aslida buni shu kontrol qilgan bir raqobatning nimasini ko'ramiz endi-chu. O'zining manfaati kelgan chog'da qurol yaroqni to'xtatib qo'ydik deb turdi. U narsani tijoratga chekib turgan keyin qurolni sotadi masalan-chu. Ammo qarasak Tayvanniki taraqqiyotiga, askariy taraqqiyotiga yetaklashgan nimasiga Amerika yillardan men jiq yordam qilganlik. Ammo Amerika bu yerda Amerika masalan sotmagandek ko'rinib nim qilish orqali
Meyli Hindistan bo'lsin, meyli Avstraliya bo'lsin, meyli Yaponiyaningki va atrofdagi boshqa bu yerdagi Xitoyning tahdidga uchrayotgan davlatlarni Tayvanga yordam qilish orqali bu rayonda bir Xitoyga qarshi bir bexatarlik, hamkorlik xalqini to'g'ri shakllantirishni ko'zlayotgandek turdi. Chunki abay deganimizdek Amerikaning bevosita Xitoy bilan to'qinish maqsadi yo'q, ya'ni-chu. Udullamki. Şoň Tayvan bu ýerde bir Xitoyga qarşı işletildigan bir yaxşı bir kozur dep qarayman. Bu qatamliq Trumpningki o'sha Xitoyga qilgan ziyorat ömügi tarkibida bizga tunishlik bo'lgan Uyg'urlar uchun bir necha qonun loyihasining ma'qullanishiga sababchi bo'lgan Marko Rubio apandim bor. Ammo bu Uyg'urlar sababidan, shu qonun sababidan bu odamningki Xitoyga kirishi cheklangan. Bu qatamliq ziyorat jarayonida bu odam Uyg'urlar to'g'risida, Uyg'urlarning kishilik huquqi, irqiy qirg'inchilik uchrayotganligi va yoki shu Tibet boshqa bizga o'xshash ezilayotgan millatlar to'g'risida hech qanday bir gap qilmadi. Sizcha bu nima uchun bu qatamliq bu ziyoratda hech qanday bu to'g'risida gap bo'lmadi? Elbette bu Şərq Türkistan qərti Amerikanınki tashqi siyosatki 3 T kuzuriniki birisi Tayvan, Şərq Türkistan ve Tibet. Onun yıllarını ben götürüp gelgilikte insan hakları noktasından Amerika Trump'tan birinci devrim çıkıp götürüp gelgen ve belgelik neticelerge özünün közlügen neticelerge yetkendi. Yani mesela bu ikinci kıtımlık Trump'ın saylanıp çıkanki hükümetinin karakterine karaganda ola asasen insan hakları meselesini özününki tashqi siyosatidan ve bir xavfsizlik siyosatidan chiqarib etkendek turdi mesela. Çünkü yazılgan dokladlarga nemeleri qarsak, ep beriyotgan siyosatlarga qarsak, asasen bu kun tartibning yo'q yoki eng oxirida. Onun ustiga o'zlarimi birlikda Amerika bu G'azzadagi va O'rta Sharqdagi bo'layotgan Isroiliyninki oshkora kengaymichilik siyosatiga, tajovuzchilik siyosatiga birga qo'shilib nurg'unlagan inson huquqlarini dafsan qilgan qirg'inchiliklarga sherik bo'ldi masalan. Endi bu holatda Amerika o'zi tiklab, o'zi yasab, o'rayotgan, o'zi yasab, o'zi yevetken bu butni yana qaytadan chiqishi hamda xalqarada hech kim buniki Amerikaniki bu inson huquqlari masalasi desa ishonmaydigan holatga kelib qo'ydi bu. Chunki buni bu tadqiqot markazlarininki yumshoq kuch nimasini o'lchgan narsa bo'lmish yaqinqi bir yillikki Amerikaning ajoyib darajada tushuglik masalan bu yerda yumshoq kuch narsa. Ya'ni bu Amerika o'zining xalqarodagi ijobiy ta'siri jiq chekinib ketdi bu narsada. Bunda bo'lgandan keyin bunda qartni o'ynashninki nimasi tugdi. Ammo Şərq Türkistan qartının yeni başqa oynaydigan tarafları bunu aldığımızda oynamda bunu görürüz hem de. Hem de Rubio'nunki bir yerdeki nesli Rubio'nunki nesli gerçi o özünki siyasi kongresmenliğinin vaxtıda işletken bolsa mı bugün bu bir Amerikanınki tashqi ishlarga mas'ul bir xodim bo'lishibdi. Endi bu Trump'niki asasen sızgan demesiga ergishib mangdigan gibi o'zi xohlagancha unda bir narsalarni chiqarib o masalalarni kun tartibga kelolmaydi-chu. Sizcha bu qatamliq bu Rubio'ningki hech qanday biz to'g'risida gap qilmasligi, masalan, xalqarada bizningki diasporada shu g'arbga bo'lgan nihoyat cho'ng ishonish, butkul bizning mustaqillik, hamma ishimizni g'arbga bog'lab qo'yish ishda bir istigi nurg'un insonlarimiz bor. Bu qatamliq bu ziyoratdan biz qanday bir saboq elishimiz kerak? Endi bu xalqaro munosabatninki bu xalqninki bir izchil tushib qolgan bir to'ziq va palon odam bir narsani ma'lum bir siyosatchi nimani chiqib qilsa u odamga nihoyat minnatdor bo'lib cho'qing'udek darajada mushu odam bizni qutqizdi ekan deydigan bir narsa kelib qoldi-chu. Bu xalqaro munosabatninki birinchi o'rganadigan narsamiz realizm nazariyasida o'zining nimasiga o'ziga tayinish deydigan bir narsa bor. Tashqi omillar albatta u kelsa bo'lsa yaxshi, ammo hem qandaq bir davlat, har qandaq bir ulus o'zininki mavjudiyatini saqlash uchun o'z kuchiga tayinish kerak. Biz Uyg'urlarmi gerçi zaminimiz bisilingan bo'lsa-mu tashqi kuchda tamam yordam kelsa yaxshi. Ammo kelmaydigan har qanday ahvolda bizning boshqalar tarafidan chetilganligimizni va o'zimizning kuchiga tayanmoqdan boshqa amal yo'qligini buni chiqish qilgan holatda harakat qilishimiz kerak. Ammo yaxshilik qilgan bo'lsa, nima qilgan bo'lsa albatta minnatdor bo'lamiz. Ammo bu inson bugün degan bo'lsa, atini unutib ketishi mumkin bu narsa. Chunki
ularmı özünün dövlətinin ali mənfəətini çıxışqan halətdə bir hərəkət qıldıqan bir dövlət məsələn üçün. Şuna iliqi bu nərsələrini bundaq bir nərsələrə tozaqlığa düşməsiligimiz gerek. Bundaq iliqi xiyali dünyanın nimisiga kirib ketməsimiz gerek. Yəni bulubmu bundaq Amerikadakı çoğ dövlətlər özünün mənfəəti üçün tarixdə qanda bundaq iliqi birlə manğan kiçik güclərni qanda tashlab etganligini nurg'un qitim tarixda yaşagan hayotimizni nurg'un şahit olduk. Tarihteki nurg'un kitaplar vaqaliklarni o'qisaqmi Amerikadan boshqa cho'ng kuchlarning Angliyaning olsun, Rossiyaning olsun bu da o'ynab etgan narsalar bek chiqil qurbon qilib etgan. Şoň ýene äň taýindygynymyz, ýene şu halkymyz, ýene şu özümizniň küçüge özümüz taýynyp bu işni häl kılışymyz gerek. Sizce Amerika bilan Xitoyning siyosiy, iqtisodiy, bulupmuş texnika, ya'ni AI ve dünya bexatarligi qatorliq masalalardagi kelgusi munosabati qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishi mumkin? Elbette Amerika'nın pen texnik jihatda äň ilgari döwletninki birisi. Ama Xitoymy arkadan şiddet bilen kelyapdy. Ama Xitoynyň ajratgan döwlet umumy hamjyhydlyky meblagy Amerikadan neçesi ýokary. Amerika Avrupa birleşsemi bunyň ajratgan hamjyhdy teňkileýdigan derejede emas. Xitoy bunyň taýýarlygyny bu 4-nji devri sanat inqilabının nimisiga sagan meblagını bek baldır başlaglyk hemme döwletden şu. Şoňa bugünkü günde acayip çoğun bir ilgirilip gitişi var. Endi bunu nurgun sahalerde, nurgun sahalerde Xitay en aldı up kagıltırdı şu endi. Endi Amerika'nın şiddetlen tirişvatıdı. Bunun iqtisadi var, nimesi var. Buluvatıdı. Endi bu yerdeki nersi fakat teknolojik sahadaki nimemiz bu. Kelgüsideki dünyaya hükümran bulduğun kişininki belgiligiçe amil buluş mümkün. Çünkü bu texnikininki xalqaradaki bu oynayotgan çoğ dövletlerge qandaq bir күшейip келдіғанлығы ve mesela uruşlarda mı qandaq bir ta'sir edip keldiğanlığını köydü vatımız mesela. Mesela Türkiye misali mesela Türkiye'nin harbiy sanatının teraqqiyatı bilen Türkiye nereden nereye geldi bir gün mesela. Mesela Ukrayna'daki uruşda mı yakınki bir şikayetini körüp vatımız yeni dronlarning texnikasi, ba'zi avtomatlaşgan, ba'zi AI'ni asas qilgan ba'zi nimalarni Rossiyada xilijiq avar qilyapti mesela. Mesela şoňaýlyky bu texnologiýa naýatly muhim iki döwletniňki nimisde ama belgiligiçi amillarnyňki birisi boluşy mümkin. Endi bu aldymyzda kim bunyň ýaxşy meblag sala alsa, ýaxşy taraqqiyat demislik sala alsa bu tutup çykyşy mümkin endi. Rahmet. Unda bolsa biz bugün sözleşmekçi bolgan ikinci mezmun şu Rusiya prezidenti Putin'in Xitoy ziyareti. Amerika prezidenti Xitoy ziyaretining oxirlashi bilan keyindilam o'xshash bir hafta ichida Rusiya prezidenti Putin Xitoyda ziyoratda bo'ldi. Buni bu Xitoy ziyoratini qanday tushunish mumkin? Putinning bu qatimliq ziyaratining asosiy maqsadi sizcha nima bo'lishi mumkin? Birincisi bu Putin'ninki bir yerdeki ziyarete qarsak iki tarafdan de başlığı bir-birisinden naiti yaxşı bir kişilik alaqa var. Bugünkü gündeki xalqaradaki mevcut vaziyet, jeopolitik vaziyet bu iki devletni tarixten buyon yaqin bir munosabatga kelib qo'ydi. Yani bu yaqin munosabatning shakllangan natijasida qarasak Xitoy bu yaqinlashishdan eng jiq foyda olgan nima bor masalan ikkisining munosabati burun tampon holatda bo'lgan bo'lsa bugun Xitoy aksi Rossiya ini so'p qolgan holatga tushib qoldi. Rossiyaningki chiqib ketgan setayotgan masalan Yevropaga setayotgan energiya tabiiy gaz narsani Xitoy nihoyat arzon bahoda olyotdi masalan. Xitoyning shirkatlari masalan nimaga kirdi masalan Yevropa tashlab qo'ygan bozorlarni Xitoyning bozorlari to'layotdi. Hamda Rossiyaning asosiy nimasiga kelsa bu qatimqi ziyoratga maqsadi birga xalqaro o'zininki nimasini jakalash bu Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikniki faqat so'zda yoki nimada emas g'arb dunyosi qarta o'zininki bir Xitoy Rus hamkorligininki yangi bir dunyoga bir hokim bo'lgan bir narsani jakalashning nimasi bor bu yerda. Ikkinchisi Sibiriya nimasi bor bu yerda. Ikkinchi Sibiriya neftiniga yo'l deydigan bu Mo'g'ulistonni besib bitib biz nimaga akirdigan cho'xtay. Buni hal qilishga tirishmoqda, ammo bu hal bo'lmadi. Chunki Xitoymi Rossiyaga ziyoda energiya akirish jihatda bog'lanib qilishni xohlamaydi. Ham agar buni qilib qolsak, bek tuvan bir bahoda, mavjud bahodan tuvan bir bahoda talab qilayotgan ekan. Rossiya buning ba'si, buning jiyan bo'lganlikdan yine kilishamidi buning uchun. Üçüncü noktası Rossiyaningki uzun 5 yillik urushga kiryapti. Bu urushni qilish uchun hamda
g'oyat zo'r mablag' ketadi, chunki urush degan davlatning g'oyat cho'ng bir ishi endi. Buni qilish uchun iqtisodiy asosiy ta'minot shu Xitoydan bo'ladigan yordam, Xitoydan keladigan qurol-yarog'lar, texnologiyalar, ta'minlash zanjirining ravon bo'lishi, andan keyin albatta iqtisodiy kuch bo'lishi kerak endi. Rossiya buni bir chingaytish uchun o'zining Ukrainadagi urushni davom qilish uchun Xitoyning yordam kerak bo'lgani uchun bu munosabatlarni yaxshilash, chingaytish va xalqaroga, bo'lib Amerika boshqa xalqaroga yangi bir dunyoning nima qilg'uchisi bu Xitoy Rossiya ekanligini nima qilish uchun keldi bu yerda. Sizce bu qatimliq Putinning ziyoratida Xitoy bilan qaysi turlarda aniq kelishim hosil qila oldi, qaysi turlar bo'yicha aniq bir kelishim hosil qilolmadi? Qarasak 40dan ortiq bir kelishimni imzolabdi. Pan-texnika, bu Shimoliy Muz okean tarafdagi hamkorlik, tadqiqot temalari, askariy hamkorlik deydigan nurg'un narsalar borki. Ammo Putin eng kutgan bu Sibiriya ikkinchi energiya manbasi yo'lninki nimasini buni hal qilolmabdi. Bu aslida Putinning Rus-Xitoy hamkorligini texnik kuchlantirgan va Rossiya uchun janajon bir iqtisodiy nimani texmo Xitoydan olgan iqtisodiy kuchni texim jonlantirgan nimati bu toza hal bo'lmagandek turdi. Demek ki bu yerning nimasida buningdan nimani ko'ra olamiz degan chog'da ikkisiniki mavjud xalqaro vaziyat bularni bir yerga keldi. Ammo bularning munosabatning taraqqiy qilishda bir cheklamaning borligini ko'rsatdi. Endi bu degan chog'da Xitoymi ziyoda Rossiya bilan bog'lanib qolishni, Rossiyaga energiya jihati haddidan ziyoda bog'lanib qolish Xitoy uchun bir o'limga mahkum iliqi. Özünün ölüm xətini imkandaklı bir işçi bu yerdə. Çünki gəlgüsüdə Rusiya ilə bo'lgan munosabati buzilib qolishi mumkin o'rta va uzun mezgilda. Bu chog'da Rossiya energiyani kelsa, Xitoy qiynaladi bu narsada uchun, ig'ir qiynaladi. Shuning uchun bularning tarixiy nimasi qarasaqmi, chunki tarixdan buyon uzun jidallar bo'lgan, ishonchmasliklar bo'lgan, tarixdan buyon qolgan bularga o'zaro bir-biriga ishonmaydigan bir narsa iltizdan yotdi. Ancak Rusning va Xitoyning ikkili tarafning tadqiqotchilari qarasaqmi, xavfsizlik endisida bu ikkili taraf bir-birini aslida eng chong tahdid deb qaraydi, mavjud tahdid debchu. Ama doğrusu tahdid olsa nima uchun hamkorlashadi deydigan savol chiqadi-chu. Nima deganda bu yerda mavjud xalqarodagi geopolitik holat bularni bir yerga kelib qo'yibdi. Ya'ni 2014dan keyin boshda Qrimni besishi, keyin Ukrainani besishi va Yevropaninki, NATOninki Rossiya bilan bo'lgan munosabatning nacharlashishi. Bu yerdagi hatto NATO bilan Rossiya urushayotdi bu Ukrainada. Bu narsalar Xitoyni Rossiyaga, Rossiyani Xitoyga yaqin qilyotdi va birlikda Amerika tuzgan bu xalqaro sistemaga Amerikaning hegemonlik yetakchi kuchiga bular birlikda maydon o'qiyotdi. Chunki degan bir interessant bir gapi bor. Biz birlikda dunyoga nim qilsak, yangi dunyo tartib yasasak, texim yaxshi, texim tinch va demokratik bir xalqaro sistema kelimiz deyapti. Endi bunga hech kim ishonmaydi, ammo bularmi iliqi Amerika'nın qilgan va G'arb dunyosining qilgan xatoligini tatib chiqib o'zlarining texmo yaxshiroq bir sistema eklalaydigan jakalayotidir endi. Mushu geopolitika mushu jihatdan qaraganda bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatning quyuqlashishi, har xil savdo, iqtisod, siyosiy bexatarlik jihatga munosabatning quyuqlashishi mushu Turkiston rayoniga, ya'ni mushu O'rta Osiyo Türkistan rayoniga qandaq tahdidlarni olib kelishi mumkin? Albatta, Sharq Turkiston va Turkiston rayoni bu bugungi O'rta Osiyo nimasini desak, favqulodda muhim. Bu endi makinlarning nimasidimi? Bu yerning Yevrosiyo rayonidagi nihoyatda muhim ahamiyatini dig'iliq. Prezidenskimi bu rayonning ahamiyatini dig'iliq. Tarixiy nuqtalar qarasaqmi, bu har doim nimada cho'ng cho'ng kuchlarniki to'qinishda har doim bu O'rta Osiyo Sharq Turkiston rayoniniki ahamiyati kuchaydiganligi, buningda talashadiganligi nimasiga bu tarixiy kitoblarni qarasak, buning nimasi chiqadi masalanchi o'tirg'i. Endi bugungi kundami O'rta Osiyo albatta boshqa kuchlar bilan munosabat qurishga tirishyotidi, ammo asosiy bu yerdagi eng chong kuch birsi xavfsizlik jihatdan Rossiya, yana birsi iqtisod va texnologiya jihatdan Xitoy nim qilyotidi. Rossiya bo'lsa o'zining askariy kuchi bilan bu davlatlardan aladigan manbalarni nimalarni, energiya nimalarini qilyotidi masalanchi. Paralel holda Xitoymi o'zining iqtisodiy kuchi bilan kirib, bu yerga siyosiy nimadan ta'sir ko'rsatishga tirishyotidi, kelgusi avlodlarni xitoylashtirishga o'zining ta'sirini qoldirishga tirishyotidi. Masalan, nurg'unlagan maktablarni ochish,
O'rta Asiyoning balalarini apirib Xitoycha o'qitish va kelgusida o'zining asosini selishga tirishyotidichi masalan. Ana bu yerda hozirgacha beyaram bo'layotgan narsa bormi deganda Rus tadqiqotchilarining siyosatchilarning nimasidan qaraganda Xitoyning bu kengayishdan haqiqatan beyaram. Chunki Rossiya O'rta Osiyoni yot zamin deb qaramaydi, o'zining oqib bag'disi deb qaraydi. Endi Xitoyning kengayishi bunda bo'lishiga avval chiqarmasligining bir sababi chunki o'zi Ukrainada bir urush patqig'i bitib qoldi-da. Endi bu yerda munosabatni buzib Xitoy bilan u yerda janjallashib yurishning hojati yo'q. Ammo O'rta Osiyo tarafdagi davlatlar buning qanday javob qilyotdi degan chog'da bularmi majbur ikki taraf bilan bo'lgan munosabatni tampon ib berishga parallel holda bularliqi ko'p taraflamlik tashqi siyosatni o'rtaq ib beryotdi. Bu bir yaxshi qadam masalan. Türkiye'ne kirib Türkiye devletler nimisi teşkilatlar birlikini kuruvatıdı. Bu mu yaxşı bir qadamlar. Mesela İsrail'e bilen boğan münasebetini yaxşılatıdı bulup Özbekistan ve Kazakistan taraflı. Ondan keyin Avrupa'dan Fransa ve Germaniyalarning nimislerini yaxşılatıdı. Yakın Japonya tarafını vekile vetti. Hindistan bilen boğan münasebetini yaxşı. Dikkat kısak, O'rta Osiyo devletleri bu yerdeki Xitoy ve Rusya'nın təsirinden qutulup bulanmaydı. Çünkü coğrafiyalik chegirlik nimisi var. Bularning ta'sirini ojizlashtirish uchun ko'p taraflamalik bir tashqi uchuq bir aktiv bir siyosat yurgizyotidi. Bu bir ijobiy qadam endi. Bu yerdagi davlatlar Xitoyning Rossiyaning ta'siri ojizlashgan chog'da bular endi Sharq Turkiston masalasi uchun bir ovoz chiqarishga, bir harakat qilishga bir fursatlar bo'lishi mumkin. Ammo bugungi kunda iqtisodiy undaq kuchli emas va Rus va Xitoyning ta'siriga og'ir uchrayotgan O'rta Osiyoda bizning u yerda bir harakat qilishimiz biroz tez bo'lib qolishi mumkin hamdichu. Ammo yana qig'il bo'ladigan ba'zi narsalar bor uni qarsak bo'ldam oldimiz kunlardichu. Sizce bu qatamliq Amerika prezidentininki Xitoy ziyarati va Rossiya prezidentininki Xitoy ziyoratini selishtirib ko'rganda Xitoy bilan Rossiyaning o'zaro hamkorligi Xitoyni Amerikaning xalqarodagi hegemonik o'rniga xiris qilish uchun shart-sharoitlar bilan ta'minlaydi deb tushunish to'g'rimi? Sizcha shu geopolitika nuqtasidan qaraganda Xitoy bilan Rossiyaning munosabatining kelgusi, ya'ni shu siyosiy iqtisodiy munosabatning kelgusi qaysi yo'nalish qarab taraqqiy qilishi mumkin? Bugungi qisqa mezgillik narsada qarasak, bu ikkisiniki degandek manfaatlari bir siziq ustida parallel ketyapti. Bularga o'rtaq ikkilisining bir-biriga ehtiyoji qolgan narsani bir-birisi beryapti va ikkili tarafga o'xshash Amerikaninki hegemonik boshlagan bir nimasi bor. Hukmronligi. Bular bu ikkilisi bu sistemadan norozi endi. Bunda bo'lgandan keyin bu ikkisi yaxshi hamkorlik qilib ketyapti, ammo o'rta va uzun mezgilda bularning munosabati undaq bir hozirgidek ko'zlagandek undaq bir go'zal gul bilan ketib qoladigan holat bo'lmasligi mumkin. Chunki Abay degandek bu ikkisining tarixiy ishonmasligi va parallel holda undan keyin Rusning askeri ma'u millatchi partiyada siyosatchilari bilim odamlari bo'lsin, bu Xitoyninki bu Rossiyadagi kuchayotgan texnologiyalik jihatda kuchayotgan ta'siri iqtisodiy nimasiga kirishi Rossiyaning bag'ansiri Xitoyning Pekinda o'qib qilish bu narsadan beyaram masalanchi, ammo majbur. Bunda amallik chiqarib o'tmaydi. Andan keyin Rossiyadagi Xitoy ko'chmanlarining sonining favqulodda eshishi masalan. 6 milliondan ortiq Xitoy fuqarosi bor masalanchi. Xitoy fuqarosi deganim Rossiya vatandaşıga o'tib bo'lgan 6 million Xitoy. Yani bular gelgisi Rossiya uchun Rossiyada ovoz berishga partiyaning vakillari chiqarganda bular o'zining siyosiy nimisini ishiltalaydi masalan, prezidentni saylashga bu biletni beradi. Rossiya mı bu narsadan bu Sibiriya rayonidagi bu Xitoylarninki kengaymichilik nimasidan beyaram endi. Andan keyin Xitoyning eshib berayotgan bu O'rta Osiyo ta'siri va faqatlamki iqtisodiy nuqtadan emas, masalan, qancha yil 2021 deymi? Xitoy O'rta Osiyoga sotadigan masalan askariy qurollar jihatda Rossiyaning maldiga o'tib ketganlik hozir. Rossiya buni xohlamaydigan narsa, eng xohlamaydigan Rossiya sizdiku. Ammo Rossiya ovoz chiqarmasligining sababining birisi o'zi urushga patqiq etib qo'yganlik va Xitoyga ehtiyoji bor. Xitoydan ularni yomonlashsa, ham NATO, ham Amerika, ham Xitoy bilan yetishib bo'lmaydi bu narsa uchun. Shuning bu bugungi qisqa mezgillik manfaatini hisob qilgan aslida bular nihoyat ijlinaqdek cheklimsiz hamkorligimiz va u bu deb qoldi. Unda bo'lsa cheklimsiz demaylamki nima uchun ittifoqdosh demaysiz masalan. Demak bu yerda
keyingi yuqori bir pallaga chiqadiganға ishkili taraf buni xohlamaqliq yoki bo'lmasa bir biriga ishonmaydigan bir to'salg'i borchu. Unda bo'lsa masalan Rossiyaning va Xitoyning ishkilisining Shimoliy Koreya bilan ittifoqdoshlik munosabati agar urush qilib qolsa ishkili askar chiqadi. Ammo Rossiya bilan Xitoyning o'rtasida unda bir narsa yo'q. Billa manevr qildi, billa nima qildi, ammo ittifoqdosh emas. Bu bir interessant narsa. Endi o'ttiri va uzun mezgilda bularning munosabati hozirgidek bekinib qilishdan munosabatlar biroz yiroqlashishga, nima qilishga menishi mumkin. Hatto to'qinishga kirishdan men uni qachon kelganini bilmayman, chunki Xitoyning ta'siriga O'rta Osiyoda, Kavkaz rayonida va Sibiriyada ishiga ergishib, bu yergi munosabatlarda bir diplomatik, siyosiy bir to'qinishlar bo'lishi mumkin. Endi bu qaysi xil shaklda bo'ladi, qachon bo'ladi buni bilmaymiz, ammo bundaq bir munosabatniki uzun davom qila olishi normal emaschu. Şoň Russiýanyň bu ýerden biýaram bolayotgan näse bar. Russiýa özüniň bu Ukrainadaky uruşyny toktaşy we Amerika bilen we NATO bilen bolgan munosabatyny kelgüside normallaşdyrgan güni Russiýanyň Xitoy bilen bolgan munosabaty başga bir däwrge kirdi dep ony kesip diýeleyim. Xitoy uzundan buyon o'zini dunyoga tinchlikparvar tirishib kelgilik, ammo Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qilayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tibet, Ishki Mo'ng'ul va Hong Kongda yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiligi, Tayvanga qurol kuchi bilan qaytirib elish tahdidi, Janub dengiziga orollar masalasida atrofdagi qo'shni davlatlarga bo'lgan tahdidi sababidan xalqarodagi nurg'un davlatlar bo'lib, shu g'arb davlatlari Xitoyni mustabid, kishilik huquqqa tajovuz qiladigan ishg'olchi va o'zlari uchun tahdid deb tunib kelgan edi. Ammo Trump hukumati bilan bo'lgan ba'zi iqtisodiy bexatarlik va siyosatdagi ziddiyatlar sababidan Angliya, Germaniya, Kanada va boshqa g'arb davlatlari orqa-orqadan Xitoyda uchrashishlar bo'ldi. İran Tashqi ishlar ministrining ziyoratidan keyin o'xshash bir hafta ichida Amerika va Rossiya prezidentlari Xitoyda ziyoratda bo'ldi. Endi bu shu Xitoy davlat boshlig'i bilan Rossiyaninki prezidenti Putinninki shu bayonotiga nazar solsak, Xitoy o'zini xalqaro qonunga rioya qiladigan, dunyoning tinchligini qo'g'duvchi deb sharhlamoqda. Sizcha Xitoy shu diplomatik uchishlar, Xitoyda bo'lgan shu diplomatik uchishlarning ko'payishi Xitoyning o'zini tinchlikparvar, xalqaro qonunga rioya qilguvchi qilib ko'rsatish harakatlarining xalqaroda bir bozor tepayotganligi deb qarasak to'g'ri bo'lamdi? Mençe bu bir Xitoyning bunday deb jakalishi o'zi bir qara yumur. Ammo Xitoyning nimasi boyligi, qamlashmasimi, haqliq bo'lmasimi, haqdan olgan narsani takrorlash orqali, buni o'ttirib qo'yish orqali o'zinikini haqliq chiqaradigan bir odati bor. Masalan, Sharq Turkiston masalasi bo'lsin, Tibet, bu yerdagi ishki Mo'ng'ul bu masalalarning hammasini qarasak, bular Xitoyda azaldan ayrilmas bir qismi o bu deyish orqali o'zlarini haqliq qilishga tirishadi va boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bu bizning qizil sisqimiz deb o'ttirib qo'yib aslida majburiy qiladigan narsa. Buningdan Xitoyning nimasini ko'rib olamiz, qandaq bir siyosiy va diplomatik bir nimalarni o'yinlarni o'ynaydiganini-chi endi. Ammo Xitoyningmi buzayotgan nurg'un xalqaro qonunlik narsa bu besib olgan zamonlardami boshqa nima qarasak, Yaponiyaning dengiz nimasiga tahdid qilyotdi, Filippin, Tayvan, bu yoqdan Vyetnam, oyoqdan qarasak nurg'un kichik davlatlar bor, Bhutan, Nepal deymiz, oyoqdan Hindiston deymiz. Hammada bu chegaradagi nurg'un davlatlarda Xitoyning masalasi bor. Ham Xitoyga bir zo'migarlik bilan xalqaro qonunga rioya qilmagan asosda kengaymachilik qilishga tirishyapti. Xitoy buningga nima deydimiz? Yağan arallarını yasıdı, bu arkalık özünün zemin nimisini devatıdı, bu ya menin zeminim ti tarihte onda bunda dep devatkançı. Ama sürüştürüp gelsek Xitayning bir yeterlik qayıl kılarlık, halkara nimini qayıl kılarlık bir ispat yok. Emdi nimi qilish mumkin? Bu shunchalik boshliqlar bu yerga bordi demak cho'ng shu kitibda u bu deb. Bu davlatlar Xitoyni hurmat qilib bormadi. Xitoyga ehtiyoji tushganlik uchun bordi. Hamma davlatlarningki bugün iqtisodiyotda turg'unlik, chekinish, u bu bo'layotgancha Xitoyning iqtisodi yuksaliyotir, nurg'un sohalarda taraqqiy qilyapti. Bu bir cho'ng bir ishlab chiqarish bozori emasdan. Masalan, mayli hatto Amerikami shunday cho'ng kuchli davlat turib, bunda necha kun burun bir xabar chiqdi, balkim ko'rgan bo'lishingiz kerak ekan. Amerikaniki askariy sanoatiningki Xitoyga qanchalik bekinib qolganligi emasdan-chi. Bu holatda mayli Amerika emas, boshqa kichik davlatdan boshqa davlatlar hammasi Xitoyga ma'lum jihatlardan ishlab chiqarishdan, xom ashyodan bekinib qolgan bir ahvol bor. Buning uchun kelyapti, tijorat uchun kelyapti. Xitoyning
issiq bu puli mablag'i bizning davlatga borsa biz taraqqiy qildirsak deydigan manda bir umidni kelyapti. Trumpning asosiy narsasi shu. Tijoratni davom qilsak, dehqonlarimizning narsasini olsak, mana saylamda jiq besim bo'lmasa deydigan narsa u yerda-chu. Putinning asosiy maqsadi shu, bu urushni davom qilish uchun pul kerak, pul bo'lish uchun ravon bo'layotgan tijorat kerak deb qaraydi. Ammo Xitoy bu iqtisodiy kuchi ichayotgan askeriy texnologiya kuchlari bilan garchi dunyoga nim qila olgan bo'lsa-mu, göstərilgan bolsunmu, amma yumşaq küçə hətta başqalarınınki haqiqiy hörmətini bildirdigan, başqalar qayil buladigan dərəcədə mındaq bir kişilik əxlaq, mındaq universal qiymət qarash dunyoga nim qiladigan bundaq bir narsa yo'q texi. Xitoyning kulturini, ba'zi narsani qiziqib, chet elliklar do'rayotgan narsalar bor, iliqi nimilda. Ammo Xitoyning haqiqiy bu siyosiy falsafasini, Xitoyning qimmat qarashlarini, bu konfusianizm nimalarini o'qigandan keyin Xitoyning qandoq bir millatligini tushungandan keyin Xitoyga boshqacha bir qaraydigan narsalar chiqdi. Masalan, nurg'un bu Xitoy mutaxassislari Xitoyni tadqiq qilaverib, Xitoyning naqadar yovuz, naqadar nima ekanligini yishib chiqib Xitoyga o'shib ketganmi nurg'un tadqiqotchilar bor. Masalan, bu millat bunday millatgan qasdida debchu. Şuna ilqi Xitoy bu namda ilqi yumshoq kuchimiz deb bir 24 nimelik narsalarni chiqardi ilqi. O'zimizniki, bizniki xalqaro qo'ydigan Xitoy qimmat qarshimiz deb. Hamda bu chiqasli hisob emas, qarshi taraf buni qabul qilishi kerak. Qarshi tarafdan qabul qilish uchun qarshi tarafninki tarixiy, e'tiqodiy, anonkin kultural nimasi, qimmat qarashlari, bularniki yig'ilib qolgan nurg'un madaniy nimalari va shunga mos kelgan bo'lishi kerak. Hech bo'lmasa hurmat ko'rsatiladigan bo'lishi kerak. Hamda Xitoy buni qabul qilishidan qabul qilganmasligi tasmasin-chi. Masalan, hozir arablar nurg'unlari u bu deymiz Xitoyni Amerikaga qarshi tamponlashtiruvchi uch deymiz u bu deb davatudi. Ammo tangining yeni bir yuzi bor bu yerda. Xitoy madaniyati, Xitoy yumshoq kuchini qabul qilishga boshlaganda yoki tushunishga boshlagan chog'da bu chog'da ishlar boshqacha bo'ladi. Demasdan. Chunki buning tirik shohidi emas, bo'libmi o'yliq Sharq Turkistonliklar buning eng chong qurboni bo'lganchu. Rahmat. Unda bo'lsa biz bugun so'zlashmoqchi bo'lgan eng oxirgi mazmun shu Yaponiya Xitoyning hozirgi diplomatik munosabatiga kelsak, sizcha Yaponiya bilan Xitoyning hozirgi diplomatik munosabati qanday bir holatda qisqacha bir tushuntirib bergan bo'lsangiz? Yaponiya bilan Xitoyning nimasiga qarasak, bularning ilqi gerçi ticareti, sayohat nimasidagi o'quv o'qitish masalaligi nurg'un sohalarda gerçi yaxshi ketayotgan bo'lsa-mu, bu yaqinqi bir yilga yaqin bo'lib qoldi. Takaichi xonim chiqqandan keyin bu Yaponiyaningki tashqi siyosatida, xavfsizlik siyosatida, ichki siyosatlarda bir burilish hosil bo'lyapti. Ya'ni Takaichi xonimning bir o'ttirib qo'ygan narsa bor, ilqi piltini portlatgan narsa. Tayvan bo'g'oziga Xitoyning besib kirishi bizningki jonli-jon manfaatimizga tegdi deb. Ammo Xitoy buni har doim kichik nima masalalarni chiqib, buni jiqilga ko'tarib, xalqning nimasini qo'zg'ab, buni siyosiy ishlatib nim qiladigan narsalar bor. Masalan, Xitoy Yaponiyaga eksport qiladigan oz ko'riladigan metallar bor nodirchu. Uni chekladi masalan Yaponiyaniki ba'zi shirkatlariga u bu nimasiga belqinlamaymiz dedi, u bu dedi. Ammo Yaponiya Xitoyda kelqindaq besham diplomasiya qilmadi, aksincha o'zlari boshqa bir chiqish yo'llarini topishga tirishyapti bu yerda-chu. Masalan, bu bir pishqon, bir kuchlik bir davlatninki qiladigan ishi bu narsa-chu. Endi Xitoy bir ta'tirlik bilan qilyapti-da bu narsalarni qarasak. Ammo Yaponiya o'zining ichki cho'ng bir ulusal bir istixborot nimasini quryapti. Davlatninki askeriy taraqqiyoti, askeriy sanoati, andan keyin atrofdagilar bilan bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilash, rayondagi davlatlar bilan munosabatni yaxshilash, Filippin, Hindiston, Avstraliya qatorliq davlatlar bilan askeriy hamkorliklarni kuchaytirish, manevrni o'tkazyapti. Masalan, askeriy eksport nimasidagi to'salg'ularni elevatdi masalan. Bu narsalar Yaponiyaning burunqi tinch xipalvar pasifist siyosatidan bir yeni bir militarist Yaponiya nimasiga o'tganini ko'ryapmiz masalan. Hamda Yaponiya bundan uxlayotgan uyqusini uyg'onib bir kuchli bir davlat rolini oladigan bir Yaponiyaning qadamlarini ko'ryapmiz bu yerda. Hamda Xitoy buning Yaponiyaniki uyg'onishi o'zining haqqini qo'g'dishini o'zi uchun nima deb qaraydi, mavjud bir tahdid biz uchun nim quvvatida bizmi tushunishimiz kerak debchu. Chunki Xitoy yaqinqi yillardan buyon Yaponiyaniki suv va havo yo'llariga jiq nim kirib
tajovuz qildi bevosita urush ochmasimi havo yo'llariga nimaga manever shaklda akirib chiq avara qildi. Buningdimi Xitoyning nemisini ko'ralamizki, Yaponiyaning mudofaa sezgirligini bo'shitishga urinayotgan bir narsa bor. Chunki bularning Sinkaku aralab masalan talishib hozirgacha olmagan narsa. Amaliyotda bu Yaponiya tavalligi bir aral Xitoyning hech bir haqqi yo'q bu yerda. Şunu yığınçaqlagan çağda burunqi normal ticari normal bir yaxşı münasebetden hazır bir ciddileşken bir keyfiyet var. Bu endi işkili tarafını belgili yeni siyasetlerini, yeni kademlerini ilişka başladı mesela işkili devlet tarafta. Bu ikki Yaponiya bilan bu Xitoy o'rtasidagi shu diplomatik munosabatdagi sovuqchilik ikkisi o'rtasidagi shu iqtisodiy munosabatlarga qanday bir ta'sir ko'rsatyapti hozir? Xitoy abay degandek mesela beliqini almaymiz deydi, metalını çekleyimiz deydi, yani başka sahalardan nemi koyumuz deydi, çeklemi koyumuz deydi ama Xitoyning mu Yaponiya ona karşı nemi bildirmedi mesela ama jazo yurish qarta bir counter nima qiladigan bir narsalarni qilyotidi. Ama Yaponiyaning kiradigan nemisiga Xitoyning ehtiyoji va bevosita o'zi yetolmaydi bu narsani. Gerçi siyosiy sohada davron qilib o'zining xalqini nemiga tirishgandek ko'rsatsimi, bevosita urushga kirish orqali Yaponiya bilan bevosita bugun issiq urushga kirib Xitoy uni qilishga tayyormi? Chunki atrofda Yaponiyaga qo'shib Amerikaninki harbiy qism bor bu yerda-ku. Xitoy amalva bir mezgil tursa, o'zining iqtisodiy nemisini kuchaysa, askeriy taraqqiyotini texim kuchlansa, bir tayyor bo'lgan chog'da andan keyin qilish mumkin. Ammo Xitoyning eng beyaram qilayotgan narsa nima degan chog'da Yaponiyaninki pasifist siyosatdan bir militarization nimasiga o'tganlik narsa Xitoy buni beyaram qilyapti. Chunki Yaponiyaning bu qadamni elishi bek tez bo'lishi mumkin, chunki qo'lida yetarlik texnologiya va cho'ng kuchlik bir iqtisodiy kuchi bo'lg'achqa bu qadamlarni elishi boshqa davlatlardan natijasi tez bo'lganlikdan Xitoy bir qo'shnisida Amerikaning yordamisiz o'ziga maydon o'qiyalaydigan Yaponiyani xohlamaydi bunday uchun. Ham tarixiy nima bor, tarixdan qolgan bu mustamlik siyosatining nimasi asoratimi bor bu ikki tarafning munosabatlardan. Şimdi bu narsaning hammasi Yaponiya Xitoy munosabatlari, Yaponiya Xitoy o'rtasidagi tijoriy munosabatlarning hammasiga ta'sir qiladigan omillarniki birisi endi. Shu hozir Yapon bilan Xitoy munosabatiga nazar solsa, Xitoymi shu Janubiy dengizda, Janubiy Xitoy dengizi shu atroflarda harbiy harakatlarni biroz jiddiylashtirib qilyotidi hamda shu manevr o'tkazyotidi. Buningga qarata hamda shu Xitoyninki shu harbiy jihatdagi tahdidga qarata Yaponiya qanday bir tadbirlarni elyotidi? Birincisi devletning umumiy sanoat nimasidagi askariylashtirish va askariy sanoatni taraqqiy qildirish buning ajratadigan mablag'ning nimasini nihoyatda jiq nimaga eng yuqori saviyaga ko'tardi masalanchu Yaponiya ammo yetarli emas. Chunki bu nima bilan Xitoyning tahdidiga yetarli taqobil turibolmaydi. Ham Yaponiya bu yerdagi kurashni bo'lsa Amerika bilan birga qilsak deydi, ammo Amerika tashlab chiqib ketgan yoki ega olmaydigan ahvol ostida Filippin, Vyetnam, anan keyin Indoneziya, Malayziya atrofdan Hindiston, anan keyin O'rta Osiyo, hatta Koreya qatorliq davlatlardan birlikda bir xavfsizlik zanjirini, xavfsizlik kunlikini gruppasini barpo qilish orqali Xitoyninki kengaymichilik siyosatiga o'rtaq qarshi turadigan bo'lishi mumkin. Hatto Avstraliyadan ketib. Chunki bu davlatlarning hammasiningki dimin tavalligiga Xitoy tahdid qilg'iliq va tahdid qilib kelyotidi. Va kelgusida ma'lum bularning aski ma'lum bir davlatlarga maydon o'qib bir urush ichib baqishi mumkin Xitoy uchun. Endi bu chog'da Yaponiya yolg'iz qolmaslik uchun birlikda Xitoyni shu yerda tizginlashga harakat qilayotgan bir narsani ko'ryapmiz. Endi amaliy olib berayotgan qadamga qarasak, masalan, bu yerdagi Xitoyga yaqin bo'lgan taqim orollar va Yaponiyaga tava. Bu yerlarga Xitoylar uzun musofirlik füzelarni o'rnatayotganlarni ko'rdik masalan. Raketalarni ko'rdik. Bundan keyin uzoq nimalik
o'ltirish nimasi yuqori bo'lgan alayda qurollarni eksport qiladigan bo'ldi masalanchu. Bu jihatda Yaponiya buning nimasi bilan, buni ko'plab eksport qilish bilan o'zining askariy taraqqiyotini texmi taraqqiy qilish kuchiga fursatlarga erishishi mumkin masalanchu. Oldingi haftadagi shu Trampningki Xitoy ziyaratidan keyingi ba'zi bayonlarga nazar solsak, shu Tayvan bo'g'ozi masalasida Tayvan bilan Xitoy o'rtasidagi shu urush chiqib qolish ehtimolligi to'g'risidagi ba'zi masalalarga bergan javobida bu Tayvanniki yiroq ekanligi, Amerikaning bu rayonda urush chiqib qolsa, bu yerga yordam uchun yiroqdan kelib bo'lolmaydiganligidek bir yordam qilmaydiganligidek bir nimani uchurni berdida, hamda bu Yaponiya hukumatiga qanday bir ta'sir qilishi mumkin? Albatta, aslida bu so'zninkida ijobiy va salbiy ta'siri bor. Bu yerdagi salbiy ta'sir nima degan chog'da Amerikaninki bu rayondagi davlatlarga bergan bir garantiyasi bor. Sizningki xavfsizligingni men qo'g'dayman, sen men bilan tijorat qil, mening sistemamning ostida, mening kunligimning ostida yasha deydiganchu. Bu davlatlar yillardan buyon shunday bo'lib kelgilik va Amerikaga harbiy xatarlik nimasini topshiriq qo'yib kelgilikdi. Endi bu qitimqi bunday gaplarning qilishi, Trumpning bu narsani takror deyishi, ananki maqatim qo'g'dash sistemalarini, raketalarni o'tir sharqqa yetkazib akitishi Yaponiyaning, Koreyaning atrofdagi davlatlarning uyqusini ichivatdi masalanchu. Demak, bular jiddiy haqiqiy krizis bo'lgan chog'da Isroiliyani bizdan yo'qotishdiki bizni eng muhim nimasi deb qaramaydi ekan deydigan tushuncha keldi va buning natijasida masalan mayli Koreya va Yaponiyada bo'lsin, bu jiddiy bir siyosiy nimasida atmosferada o'zgarayotgan narsani ko'ryapmiz masalanchu. Shu bunday so'zlarni demasligi kerakdi bu narsaning Trumpdek bir cho'ng bir davlatning raisi bo'lgan odamchu masalan. Endi mandamo plani bo'lishi mumkin, endi buni hech kim bilmaydigan. Mushundaq deyish orqali Xitoyni Tayvanga akirishga bir harakat qilayotgan bir to'zoqlarning nimasi qurayotgan narsa bo'lishi mumkin. Agarda haqiqatan Xitoyni akirib shu yerga urushga akira olsa, bu favqulodda nim bo'ladi masalan. Ammo har bir o'yinning bir riski, xatiri bo'lgandikidek, ammo Xitoy kirgan chog'da yana Tayvanni o'zining holatiga tashlab qo'ysa, yoki atrofda kichik davlatga tashlab qo'ysa, Xitoy agarda bu yana muvaffaqiyatli elib qilib qolsa, o chog'da Amerikaning ishi ters bo'lib qoldi. Chunki Tayvan lag'in Xitoy o chog'da Amerikani u rayonda turg'izmaydi, deb chiqarib yetadi u yerdan-chu. O chog'da Amerika dunyoning hukmronlik kuchini Xitoyga o'tkazib bergandan boshqa bir narsa bo'lmaydi endi shu. Unda sizning boshqa qo'shimcha qiladigan yerlaringiz bo'lmasa, bugungi programmani mushu yerda oxirlashtirsak, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Tomoshabinlarga ko'pdan ko'p rahmat. Programmamizni yoqtirib ko'rganinglar uchun kelar qatimliq programmamizgacha omon bo'linglar. Allohga omonat. Men sizga va anglovchilarga ko'pdan ko'p rahmat bildirib aytaman. Rahmat.